Xo'sh, o'rtoqlar, hammaga assalomu alaykum. Arzon savdo kanaliga xush kelibsizlar. Kanalda yangilar o'rtoqlar obuna bo'lamiz. Hozir biz sizlarga ayollarniki, erkaklarniki pijamalar asosan, keyin maykalari bor, bunaqangi maykalari bor. Shu maykalarda hamma narsalarni ko'rsatib o'tamiz. Kelmoqchi bo'lganlar uchun hozir adresni biz sizlarga tushuntirib o'tib ketamiz. Biz Farg'ona viloyati Qo'qon shahar Yoyma bozoridanmiz. Qaranglar, Yoyma bozorini mana shu yo'paramizda nimani chiqarishi bor. Avtobusga kiraverish, avtobus chiqarish degan shu joyi bor. Mana shu yo'parada mana shu darvoza bor, mana shu. Mana shu darvoza, mana avtobus ko'rdilaring. Avtobuslar mana shundan chiqqan, shudan shunday kirib turib. Xullas kelaverasizlar mana shu. Shunday kelsalar mana shu joy. Hozir adresni tushuntirib oldik. Keladiganlar kelaverasizlar. Zakaz beradiganlar zakaz bersalar chiqarib berilaveradi. Yani ayollarda maykalari qishki, erkaklar maykalari, pijamalar, ayollarga, erkaklarga hamma narsa bor. Bundan tashqari mana bu har doim ketadigan maykacha bu. O'sha balajonlar uchun. Bu materiali zo'r material buni. Bu yilga o'tgan yilgami, bu yilga chiqqan materialdan bu. O'sha ham qalinroq, ham o'sha kiysa bo'ladigan har doim. Bular Xitoy shekilli. Xitoy, bu pijama mana shu bir sidiradan aytib ketamizmikan deyman-da. Mana shu pijamalar hali bir xil narxini bunday aytsangiz yaxshi bo'lardi. Qaysi biri misol? Bularimiz shuvalilarimiz. Ha. 110 ming. 110 ming so'm. Tuyamiz 100 ming. Bularimiz shuva 85 ming. Qalin yumshog'lar 80 mingdan. 80 ming so'mdan. Letnilar 45 ming. 45 ming so'mdan letnilar. Buni pijamalarimiz ustma tekinlilarimizni 45 ming qilib beramiz. 45 ming so'm. Tepapas bir xillilarni 40 ming qilib beramiz. 40 ming so'm. O tepapas eng oxiridagi ikkita tani. Rasvetkalar bor. Rasvetka hammasidan bor o'rtoqlar. Bemalol mana ko'rsatib ketdik. Bemalol kelaverasiz. Mana shu turgan joyda eslaringni olib qolinglar. Mana shu kiraverish darvoza bor. Darvoza to'g'ri kirsalaring mana shu mana shu joyga o'zi kallalaring uriladi, tiniq. Ha? Yo, hozir maykalarni ham aytmadik-ku. Maykalar necha puldan necha pulgacha, yo'li nima? 13 mingdan 17 minggacha maykalar. 13 ming so'mdan 17 ming so'mgacha. Xo'sh, 13 mingligi qaysi misol? Mana metdan bag'ib qon 13 ming. Mana shular 13 ming so'm. Bularimiz 15 mingdan. 15 ming so'm. 17 mingligi qaysi? Eng chekkadagi. Eng chekkadagi uzunroq, keng razmeri keng ekanda. 56 17 ming so'm, 15 ming so'm, 13 ming so'm. Buni aniq topolmaysizlar, to'g'risi. Bu asosan o'zlarini ishlab chiqarish o'zlariniki. Hammasi Qo'qonda o'zini ishlab chiqarishi, lekin bular misol kechagi ishlab chiqaruvchi emas. O'rtoqlar o'zi o'sha pashti zavod qilib chiqarishadi, sifati yaxshi. Men o'zimni bilgan nimasi 5 yil 6 yildan basi bilan faqat shu sohadalar, to'g'risi. Keladiganlar kelaverasizlar, bemalol mang'illataverasizlar. Xo'sh, maykani ham bilmayman, o'shandan basi chiqarasizlar. Mana shu mayka chiqqandan basi maykalarimiz necha puldan bo'lyapti misol? Maykalarimiz aka teganlarimiz nachos, mana shuba ichi, ko'rib olinglar, mana shuba ko'rinib turibdi. 50 dan 56 gacha shubaligimiz 16 ming so'm. Pachkada nechtalik bo'ladi? 4 talik, Keyin oddiy Xitoy teganligimiz 15 ming so'm. 15 ming farq qiladi. 1000 so'm farq qiladi xolos. O'zi optimda, shu 1000 so'mga ishlanadi-da. O'zi bunday olib qarasiz, o'shaning uchun 1000 so'm farq qiladi. Xo'sh, mana unimizchi? Mana kichkina razmer shekilli bu boshqa. Bu 54-56. 54-56 bu necha pul bu? 16 ming. 16 katta razmerda o'zi bu. Ha, katta razmerda o'zi. Manisichi? 15 ming bu ham. Bu ham 15 ming. Toshligimiz bor. Xo'sh, toshlilarimiz necha pul bular? Bu ham shu ekanda-chi? Ha, bambuk. Bambuk. Bambuk nachos ekan bular. 15 ming qilib beramiz. 15 ming so'm. 7 xil rasvetkasi bor. 7-8 xil rasvetka bo'ladi pastda. 7-8 xil rasvetkasi bor ekan mana. Kim qanaqasidan olsa olishaveradi. Buncha kattarog'i shekilli. 56-58 velikalarga tushgan razmerlar. O'zi haliga yoshlar bor, toshli, yosh kattalarga, alhamdulillah. Yosh kattalarga bunaqangi o'sha nima qo'yasizlar ekanda. Ustida ishlangan. Bularimiz necha pul? Bular ham nachoslik. 16 ming so'm. Zo'r. Detskichalarni ham aytib o'tib ketaylik. 7 ming beramiz. 7 ming so'mdan. 1 yoshdan 5 yoshgacha. 1 yoshdan 5 yoshgacha mana pastki holatimiz shu, Iloji bo'lsa buni olsalaring, mana qilib olsalaring, yaxshi sotishga ham oson. Tez ketadigan narsa bu. Mana holati. Ichida ham rangi rasvetkasi aralash bo'ladi, razmeri ham har xil bo'ladi. Xo'sh, endi murskoyni ham aytib o'tsa, mana murskoylarimizni. Oldi kunlik maykalarimiz. Bu amor rasa hech narsa bo'lmaydigan narsa ekan-a, o'sha o'lmaydigan nima tirim. 48 dan 56 gacha 22 ming qilib beramiz. 22 ming so'm bu. Shuni endi Xitoy nachosi bor, bu 12 ming qilib beramiz. 48 dan 56 gacha. 12 ming so'm.
Ha. Chunki buni materiali bundan ko'ra ancha o'zi qimmat hamda bu. Bu arzonroq ham. O'zi ushlasangiz ham bilinar ekan. Mana uni orqasini bular o'zi hammasi Xitoynacha. Bu detskisi. Detskisi. Birinchi sinfdan 6-sinfgacha bexijolat tushadi. Razmeriga 1dan 5 gacha qo'yganmiz. Ha, 1dan 5 gacha. Lekin 6 ga ham tushadi. Ha, birinchi sinfdan 5-sinfgacha qo'ygansizlar, lekin 6-sinfgacha tushadi. Bo'ldi. Mana unimizchi? Bu 10 ming so'm, bunisi 15 ming so'm. 15 mingga 10 ming so'm detskili. Dona deshi. Qancha sotishyapti? Bu videolar. Mana hozir so'rashdi, misol dona yo'q deyishsa, shu pachka sotiladi. Bular belyolarimiz nechi pulda mana shu? 48 dan 56 gacha 50 ming beramiz aka. Mana uni. Aha. Gulliga. Gulli. Bunisi ham shunaqangi narxi. Vibra bu. Bu nima, mayda razmerichi? Buni mayda razmeri ham bo'ladimi yo bitta chiqarasizmi? 40 ming esa. Birinchi sinfdan 10-sinfgacha. Birinchi sinfdan 10-sinfgacha 40 ming so'm. Mana unimizchi? Undan o'zi tugab qoldi. Tugab qoldimi? O, material yaxshi ekan-a buni ham. Xitoy. Xitoy, ha? Tuya bu. O'zimizni hali hadavoy xalqbob deydi-ya buni yana. Mana ular. Ha, 40 ming so'm. Kattalar kelganda bu. 48 dan 56 gacha. 48 dan 56 gacha. Velikani ham bor ekanda Bu u. 56 lar qonli bo'l bash berganlarga tushadi. Ha. 40 ming. 40 ming so'm ekan. Bunisi-chi bunisi? Bu ham katta razmer ekan, azmi? Bu nechi pul bunisi? Katta razmerli? 50 ming. 50 ming so'm. Detskisi mana bu tomon. Ezib o'tishmadim. Detskilar. Ha, mana ularmi endi detskilar? Ha, shu detski birinchi sinfdan 10-sinfgacha razmer aka bular. Birinchi sinfdan 10-sinfgacha. Ha. Qachon? 12 ming. Nechta razmer? 5 ta. 8 Xo'sh, 10-sinfgacha tushadi deyapsiz. 10 gacha tushadi. Narx qanaqa dedingiz buni? Bu gulligini 40 ming so'm qilib beramiz, atotomlikni 30 ming qilib beramiz. 30 ming so'mga 40 ming so'm. O'zi bitta mana uni hisobiga o'zi normalniy narx o'ynab olar ekan. Ha, bilinadi ekan. Xo'sh, aqdagi narsalar ko'rsatib bo'ldik endi. Mana ularizdimi buni pachkali? Ular Xitoy maykalar, Xitoy mayka. ilinganlar bor, ko'rsatildi. Ha, ko'rsatilindi. Xo'sh, o'rtoqlar hamma narsani ko'rsatib o'tdik. Mana-chi mana ular. Gamaj nechi pul? Ularda 23 ming qilib beramiz aka. 23 ming. Keyin shuni ishlab chiqarish bor 18 ming qilib beramiz aka. 23 mingga 18 ming so'm ishlab chiqarish 18 ming ekan. Mana bu narsalar o'sha uni 40 ming dedingiz. 40 ming dedingiz. 40 ming so'm. 23 qilib beramiz aka. 23 ming so'm ekan. Maykalar bor, hamma narsa bor, mana olib foydalanishlari mumkin. Hozir men bunday yurib turib ko'rsatib o'tib ketaman, qaranglar. Primerni ko'rsatib o'tdim, mana bozorlar ko'ringlar, hamma narsa bor. Bemalol zakaz beraverasizlar. Telegramga o'tsalaring, xudo xolasa yangi yil tashlab boryapmiz. Ko'jama adresimni tushuntirib o'tib ketaman, ammo bor keladiganlarga sog' bo'lasiz. Xo'p, rahmat, charchamang. Mana o'rtoqlar bozor o'sha yonidan yurdi. Mana qaranglar, shunday kelyapmiz-da. Sochiq. Bag'da buni narsalar bor, pastellar, sochiqlar, xullas. Mana shunday chiqamiz. Burada qurilish ketyapti hozircha. Mana narsalar bor ekan. Mana darvozasi. Mana shu darvoza bo'ladi. Shu darvozadan shuni yo'paraga borsalaring bo'ladi. Xudo xolasa olaverasizlar bemalol. Qo'qonning bozori, qurilish xosiyat hamma joyda. O'rtoqlar zakazlar beraverasizlar, chiroyli narsalar chiqarib beryapti qo'ldan kelgancha. Mana shu darvozamiz bo'ladi mana. Mana bog'cha bozori, mana hojatxona yozilgan. Mana shu darvozadan kirasizlar o'rtoqlar. To'g'riga, yo'paraga o'taverasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Zakazlar beraverasizlar. Samigalarni obuna bo'lib bersizlar. Xudo xolasa maktabda apamiz ham borlar. Apamiz borlar, aytgan zo'r narsalar bor, ularni ham ko'rsatib o'tamiz, xudo xolasa.